Assalomu alaykum hammaga. A, Bugundan boshlab sizlar bilan mashinaviy o'qitish fanidan video darsliklarimizni boshlaymiz. Birinchi o'tadigan darsimiz, mavzuyimiz optimallashtirish nima va u nega kerak? Boshladik. Bugun biz quyidagi rejalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni kundalik hayotda misollar, ya'ni optimallashtirish aslida nima ekanini tushunamiz. Loss funksiya, mashinali o'qitishda qanday xatolikni qanday o'lchaymiz, minimumni topish, maqsadimiz nima, uni qanday topa olamiz, optimallashtirish usullari va uni qanday yondashuvlar mavjud ekanligini ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Keling, eng avval kichik bir misollar, hayotiy misollar bilan boshlaymiz. Aslida optimallashtirish bu biz har kuni qiladigan narsa. Misol uchun, masalan, tasavvur qiling, siz uydan ishga ketyapsiz. Sizda 3 ta marshrut bor. A marshrut 30 daqiqada, B marshrut esa 25 daqiqada, C marshrutda 20 daqiqada uyga borasiz. Qaysini tanlaysiz? Albatta, bu yerda 20 daqiqada boradigan yo'limiz, marshrutimiz eng optimal yo'l hisoblanadi. Demak, mana shuni o'zi optimallashtirish. Biz vaqtni minimallashtiryapmiz. Xo'p, endi ikkinchi misol. O'sha yana bitta misol ko'rsak, o'sha xarid qilish masalasida. Bir telefon turli do'konlarda turli xil narxlarda turibdi. Birinchi do'konda 3 million so'm, ikkinchisida 2,5 million so'm, uchinchisida esa 2,8 million so'm turibdi. Xo'p, siz qaysini tanlaysiz? Uchalasi ham bir xil telefon, yangi korobka holatida turibdi. Demak, bu yerda tanlaydigan yagona holat bu B, ya'ni 2,5 million so'mni sotib olasiz. Bu ham optimallashtirish. Biz bu yerda xarajatni optimallashtiryapmiz, ya'ni xarajatni minimallashtiryapmiz. Uchinchisi, eng samarali tartib. Ya'ni o'sha 10 ta vazifa bor, qaysi tartibda bajarasiz? Masalan, demak, birinchi holat, muhim va shoshilinchlarni birinchi boshlaysiz, ya'ni muhim va shoshilinchlardan boshlaysiz. Keyin muhim lekin shoshilinchmas ishlarni qilasiz. Oxirida esa eng kam muhim va oddiy ishlarni qilasiz. Va mana shu ishlarimizni rejalashtirish ham aslida bu bizni optimallashtirishimiz hisoblanadi. Ya'ni bu samaradorlikni maksimallashtirish bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, demak, optimallashtirish bu eng yaxshi variantni tanlash, resurslarni, vaqt, pul, kuchni tejash, maqsadga eng samarali yo'l orqali erishish. Endi keling, buni mashinaviy o'qitishga qanday bog'lashni ko'raylik. Xo'p, optimallashtirish ta'rifi. Optimallashtirish bu biror bir funksiyaning minimum yoki maksimum qiymatini topish jarayoni hisoblanadi. Masalan, minimum topish xatolikni, xarajatni, vaqtni kamaytirish. Maksimum topish esa foydani oshirish, aniqlikni oshirish, samaradorlikni oshirish. Mashinali o'qitishda biz asosan minimumni topish bilan shug'ullanamiz. Sababi bizning modelimiz xatoligini minimumga yetkazishimiz zarur. Xatolik qanchalik kichik bo'lsa, model shunchalik yaxshi ishlaydi. Bu juda muhim tushuncha. Butun mashinaviy o'qitish jarayoni bu aslida xatolikni qanday qilib kamaytirishni topish masalasidir. Eslab qoling, ya'ni asosiy urg'u nimada ekan? O'sha optimallashtirish, xatolikni qanday qilib kamaytirish masalasida. Endi mashinaviy o'qitishda loss funksiya nima? Loss funksiya o'sha xatolikni qanday o'lchaymiz? Birinchi o'zi mashinaviy o'qitishda modellarda xatolik qanday o'lchanadi? Javob oddiy, loss funksiya yordamida. Loss funksiya bu modelning qanchalik xato qilganini raqamda ifodalovchi formula. Xuddi termometr haroratni o'lchagani kabi, loss funksiya xatolikni o'lchaydi. Asosiy prinsip shundaki, loss funksiya katta bo'lsa, model yomon ishlayapti, kichik bo'lsa, model yaqin ishlayapti. Agar loss funksiyamiz 0 ga yaqin bo'lsa, modelimiz juda ham mukammal ishlayotgan bo'ladi.
Maqsadimiz o'sha optimallashtirishda biz lossni, ya'ni loss funksiyani minimum qilish. Loss funksiya formulasi endi o'sha uy narxini bashorat qilish bo'yicha ko'rib chiqamiz. Eng oddiy loss funksiyasi bu o'sha o'rtacha kvadratik xatolik. O'sha loss qiymat haqiqiy va o'sha ya'ni actual va prediction qiymatlarini ayirmasini kvadrati. Ya'ni haqiqiy va bashorat qilingan qiymatlarni ayirmasining kvadrati orqali topiladi. Keling konkret misol bilan tushunaylik. Misol, uy narxini bashorat qilish. Faraz qilaylik, bizning modelimiz uy narxini taxmin qilmoqda. Birinchi uy. Haqiqiy narx 100 ming AQSh dollari, bashorat qiymati 95 ming AQSh dollari. Farq 5 ming dollar. Bu yerda loss funksiyamiz 25 million qiymatni beradi. Ya'ni bu yerda biz 100 mingdan 95 mingni ayiramiz va o'sha buning kvadratga ko'tarsak 25 million kelib chiqadi. Endi ikkinchi uyimiz. Ikkinchi uyimizda esa u ham haqiqiy qiymati 100 ming dollar bo'lyapti, bashorat qiymati 90 ming AQSh dollari. Farq bo'lsa 10 ming AQSh dollari. Loss funksiyamiz 100 millionni beradi. E'tibor bering, xatolik 2 barobar oshdi, 5 mingdan 10 mingga o'tdi. Lekin loss qiymat 4 barobarga oshdi. 25 milliondan 100 millionga. Sabab biz kvadratga ko'tarayotganimizda bu katta xatoliklarni juda qattiq jazolaydi. Ya'ni loss funksiyada siz oddiy xato qilsangiz ham uning kvadrati bo'lib ketyapti. Ya'ni loss funksiyada biz xatoligimiz 2 marta oshsa 4 marta oshyapti. Kvadrat bo'lgani uchun katta xatolarni o'sha qattiq jazolaydi. Nishonga o'q otish anatologiyasi bo'yicha kelaylik. Keling, buni vizual misollar bilan tushuntiramiz. Ya'ni tasavvur qiling, sizda nishon bor va siz o'q otyapsiz. Birinchi holat, ya'ni o'q markazga tegdi deyarli. Bu yerda o'sha mashinali o'qitishda bashorat haqiqiy qiymatga juda yaqin, loss kichik, model yaxshi ishlayapti. Ikkinchi holat, ya'ni nishondan tashqariga chiqib ketdi, o'q chetga tegdi. Bu mashinali o'qitishda bashorat haqiqiy qiymatdan ancha uzoq, loss qiymat juda katta, modelimiz demak anaqa o'sha yomon ishlayotgan bo'ladi. Maqsad har safar markazga yaqinroq otish. Ya'ni har bir o'q otishda iteratsiyada lossni kamaytirish. Loss funksiya bu bizning nishonimiz. Optimallashtirish bu nishonga tegish usuli hisoblanadi. Endi yana bitta misol ko'ramiz. Yaxshiroq tushunish uchun yana bir juda yaxshi o'sha analogiya, ya'ni tog'dan tushish masalasi. Tasavvur qiling, siz tog'ning cho'qqisidasiz. Sizning ko'zingiz bog'langan. Vazifa eng past joyga tushish kerak. Ya'ni qanday qilasiz? Oddiy atrofni o'sha paypaslaymiz, ko'zimiz bog'langan turibdi. Qaysi tomon pastroq ekanini his qilamiz. Shu tomonga qarab qadam tashlaymiz. Yana tekshiramiz. Agar yana pastroq bo'ladigan bo'lsa, yana yurishni boshlaymiz. Yana pastroq joy bo'lsa, qadam tashlaymiz va hokazo eng past joyga yetguncha. Bu mashinali o'qitishga qanday bog'liq desak, tog' loss funksiyasi. Sizning pozitsiyangiz modelning parametrlari. Eng past joy optimal parametrlar, ya'ni minimal loss. Harakat qilishimiz bo'lsa, bu parametrlarni yangilash. Bizning har bir qadamimiz parametrlarni yangilab borish demakdir. Xo'sh, bundan nima xulosa qilamiz? Biz ham xuddi shunday qilamiz. Har safar pastroq joyni izlaymiz va shu yo'nalishda harakat qilamiz. Endi asosiy savol, ya'ni o'sha tog'dan tushish masalasi bo'yicha ko'ramiz. Asosiy strategiya qanday? Ikkita muhim savol bor bu yerda. Ya'ni qanchalik katta qadam tashlash kerak? Ya'ni kattami, kichikmi? Birinchi kichik qadamlarni ko'rib ko'ramiz. Bu yerda biz juda ham ehtiyotkorlik bilan mayda-mayda harakat qilamiz. Afzalliklari aniq va xavfsiz, hech narsani o'tkazib yubormaymiz. Ishonchli, har doim to'g'ri yo'lda bo'lamiz va oxirgisi o'sha minimal xatolik, ya'ni eng past joyini aniq topa olamiz. Endi ikkinchi holatdan o'tishdan oldin birinchi holatda kamchiliklarini ko'rib ketaylik. Ya'ni bu yerda juda sekin, agar 1000 ta qadam kerak
bo'lishi mumkin, ko'p vaqt talab qiladi, ko'p resurs sarflaydi. Ikkinchi holatda bo'lsa katta qadam, sakrab harakat qilamiz. Bu yerda tez bir nechta qadamlarda yetib borish mumkin, vaqt tejaladi, kamroq iteratsiya bo'ladi. Ya'ni bizga samarali ko'rinadi, biroq bu xavfli, sababi eng past joydan o'tib ketish ehtimoli yuqori. Beqaror, keyin qaytib topish kerak. Ya'ni o'tib ketib qolsak, yana orqaga qaytib yurishga to'g'ri keladi. Aniqlik kam, minimum atrofida aylanib yurasiz. Endi xulosa qiladigan bo'lsak, ikkalasi ham ideal emas. Bizga eng kerak bo'lgani optimal strategiya, ya'ni na juda sekin, na juda tez. O'rtacha lekin samarali. Aynan shu optimal qadam tashlash, ya'ni o'sha optimal qadamni topish bu bizning asosiy maqsadimiz. Mashinali o'qitishda bu o'sha o'qitish learning rate deyiladi, ya'ni o'qitish qadami. Endi bitta funksiyani misol ko'ramiz. O'sha mana bu berilgan fx teng x kvadrat minus 4x plus 5. Matematik tomondan qaraydigan bo'lsak, bizda oddiy funksiya. Bu yerda o'sha fx bizning loss qiymatimiz, x bu bizning parametrimiz, ya'ni learning rate, ya'ni vazn. Grafik bizga shuni ko'rsatyaptiki, bu o'sha y sig'i, ya'ni parabolani grafigi, ya'ni yuqoridan boshlab pastga tushib boryapti. Eng pastki nuqtani topishimiz kerak. Keyin yana ko'tariladi. Xo'sh, bu yerda minimum qiymat, ya'ni mana bu yerda minimum. O'sha bu nuqtada loss eng kichik, model eng yaxshi ishlaydi, parametr esa optimal qiymatga ega. Bizning vazifamiz shundan iboratki, aynan shu minimum nuqtani topish. Muammo shundaki, real hayotda biz grafikni ko'ra olmaymiz. Funksiya juda murakkab bo'lishi mumkin. Bu oddiy funksiya. Minglab parametrlar bo'lishi mumkin. Har safar sinab ko'rish kerak. Shuning uchun ham biz aqlli algoritmlar zarur. Ekranda endi o'sha qaraydigan bo'lsak ekranga, ya'ni yaxshiroq tushuna olamiz. Ya'ni bu yerda birinchi bosqich biz model yaratamiz. Masalan, neyron tarmoq yoki regressiya modelini tuzamiz. Ikkinchi bosqichda bo'lsa biz qiladigan ishimiz o'sha o'qitish, ya'ni training dataset to'plash. Uchinchi bosqich bashorat qilish. To'rtinchi bosqichda lossni hisoblash. Haqiqiy javob bilan bashoratni taqqoslaymiz va xatolikni hisoblaymiz. Beshinchi bosqich esa bu yerda optimallashtirish. Bu yerda biz xatolikni tahlil qilamiz, parametrlarni o'zgartiramiz. Keyingi safar xatolikni kamroq bo'lishi uchun moslashtiramiz. Masalan, vaznlarni yangilaymiz, learning rate'larni sozlaymiz. Boshqa parametrlarni esa tugatamiz yoki yo'q qilamiz. 6-bosqich qayta o'rinish va bu jarayon takrorlanaveradi. Har safar loss kamayib boradi va model yaxshilanib boradi. Demak, optimallashtirish bu butun jarayonning markaziy qismidir. Ya'ni qisqacha takrorlaydigan bo'lsak, mashinali o'qitish nima? Ma'lumotlarni o'rganish jarayoni. O'rganish nima desak, xatolikni kamaytirish. Ya'ni mashinali o'qitishning asosiy masalasi bu o'rganish bo'lsa, o'rganishdan biz o'sha xatolarni kamaytirish. Ya'ni biz har safar xatolarimizni kamaytirib borishimiz zarur. Xatolarni kamaytirish qanday bo'ladi desak, optimallashtirish masalasi orqali bo'ladi. Demak, optimallashtirish bu mashinali o'qitishning asosi. Biz quradigan modelni eng yaxshilashning yo'li. Qisqacha qilib aytganda, muvaffaqiyat kaliti. Xo'sh, endi lokal minimum va global minimum tushunchalari. Hamma funksiyalar oddiy parabola shaklida bo'lmaydi. Ya'ni ba'zan funksiyalar juda murakkab bo'ladi va unda ko'plab minimum nuqtalar bo'lishi mumkin. Ikki turdagi minimum bor. Global minimum, umumiy minimum. Bu butun funksiyaning eng past qismi, ya'ni bu eng yaxshi yechim, bizning asosiy maqsadimiz bo'ladi. Lokal minimumga keladigan bo'lsak, lokal minimum bu o'sha bu faqat o'z atrofida eng past nuqta. Lekin umumiy olganda eng yaxshi emas. Muammo shundaki, agar biz lokal minimumga tushib qolsak, bu bizga yaxshi ko'rinadi, lekin atrofdagi nuqtalardan o'sha yaxshiroq bo'lishi mumkin. Aslida global minimum boshqa joyda bo'ladi. Masalan, mana bu yerda qarasanglar, lokal minimum shu yerda turibdi. Biz bundan pastki nuqta yo'q deb o'ylaymiz, lekin aslida global minimum ham mavjud bo'ladi. Va o'sha global minimum ancha yaxshiroq. Endi o'sha bu yerda yana funksiyalarning turlari ham bor. Qavariq, botiq funksiyalari, mana bu biz ko'rayotgan holat birinchisi qavariq funksiya, ikkinchisi botiq funksiya. Endi qavariq funksiyalarda har doim minimum
qavariq va botiq funksiyalarida minimum nuqtalar har doim yagona bo'ladi, lekin qavariqmas funksiyalarda, ya'ni qavariq emas yoki botiq emas funksiyalarimizda minimumlar bir nechta bo'lishi mumkin hattoki. Ya'ni bir nechta deya olmaymiz-u, biz lokal minimumimiz bo'ladi va global minimumimiz ham bo'ladi u yerda. Hattoki bir nechta minimum nuqtalari ham bo'lishi mumkin. Beriladigan funksiyaga bog'liq. Endi mana bu grafiklarga qaraydigan bo'lsak, birinchisi o'sha parabol shaklida, bu yerda faqat bitta chuqurlik bor, bu yerda global minimum. Qayerdan boshlasangiz ham mana shu nuqtaga tushasiz baribir. Ikkinchisi murakkabroq holat. Ya'ni mana bu yerda sal grafikimiz xato ketibdi. Bu yerda ham aslida chuqurcha bor. Ya'ni siz bu chuqurchaga tushasiz, keyingi holat yana tepaga ko'tarilishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Lekin aslida lokal minimum bo'ladi. Biz yana yaxshiroq yursak, global minimumga erishishimiz mumkin. Bu yerda yana chuqurliklar ko'p holat. Grafikimiz sal noto'g'ri ketib qoldi. Xo'sh, yechim nima desak, o'sha biz algoritm tuzayotganda quyidagilarni tanlashimiz kerak. Lokal minimumdan qochish, global minimumni topish yoki kamida yaxshi lokal minimumga yetish. Ya'ni biz global minimumni topa olmasak, hozirgi lokal minimumimizdan yaxshiroq lokal minimum topish. Bu optimallashtirish algoritmlarining asosiy muammosi hisoblanadi. Keyingi videolarda biz uni ko'rib chiqamiz. Endi gradient ishlatilmaydigan usullar. Optimallashtirish usullarini ko'raylik. Birinchi kategoriyada o'sha gradient ishlatilmaydiganlar. Ya'ni bu nima desak, bu usullarda biz funksiyani hosilasini gradient hisoblamaymiz. Oddiygina sinab ko'ramiz. Afzalliklari oddiy va tushunarli, matematik bilim kam kerak, hosila hisoblash shart emas, har qanday funksiya uchun ishlaydi. Kamchiliklari sekinroq ishlaydi, ko'p iteratsiya kerak, resurs talab qiladi. Bunday usullarga misollar o'sha dichotomy, ya'ni bo'lish usuli, keyingi videolarda ko'ramiz. Oltin kesim usuli, buni ham keyingi videoda, xuddi shunday Fibonacci qidiruv usuli. Buni ham keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. O'sha buni qachon ishlash kerak? Funksiyamiz murakkab, hosilasini topish, ya'ni hisoblash murakkab bo'lganda, aniqlik muhim emas, ya'ni ishonchlilik muhim bo'lganda. Keyingi holat gradient ishlatiladigan usullar. Bunda o'sha afzalligi, ya'ni hosila orqali topish. Bunda tez ishlaydi, kam iteratsiya kerak, aniq natija beradi, samarali, kam resurs talab qiladi. Kamchiliklari hosila hisoblash kerak, matematik bilim talab qiladi, ba'zi funksiyalar juda qiyin, lokal minimum muammosi bor. Bunga misol qo'yadigan bo'lsak, gradient descent, Newton usuli, Adam SGD, RMS-Probe kabi usullarni misol keltirishimiz mumkin. Bu qachon ishlatiladi? Funksiya silliq, ya'ni hosila bo'lganda, tezlik muhim rol o'ynagan paytda, ma'lumotlarimiz katta dataset bilan ishlaganda, asosan deep learning, ya'ni chuqur o'qitish modellarida ishlatsak bo'ladi. Xo'sh, keyingi videolarimizda biz dichotomiya usuli, oltin kesim, gradient va Newton usullarini va bitta loyihani ko'rib chiqamiz. Asosiy xulosalarni oladigan bo'lsak, biz bugun optimallashtirish nimaligini ko'rdik. Loss funksiya haqida tushunchaga ega bo'ldik. Qanday qilib minimum topish, o'sha va ikkita yondashuv borligi, gradient va gradientsiz yondashuvlar borligini ko'rdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan birinchi darsimiz tugadi.